Assalomu alaykum Bag'dod obunnachilari. Xudo xolasa mana Bag'dod pishgan g'ish zavodlarimizda ishlarimiz davom etyapti. Bu tarafda 5000 talik mashinamiz yanib oxiriga yetib qoldi. Ishlar ustida shunday sababli 10000 talik mashinamiz olib turildi. Ishlarimizni sifatlariga bir alohida baho berib qo'yamiz. Razmerlari 25, 12, 6 razmerda vodiyning standarticha. Xomushlarimiz ham xudo xolasa mana holat bilan ko'rishlari mumkin. A'lo darajada chiqyapti. Tarafda mana xomush ishlab chiqarilyapti. Sho'lamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan, hamma bilgan o'sha albatta Bag'dod ishlari. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. O'ng tarafimizda Shvernik qishlog'i, chap tarafimizda Lenin qishlog'i. Bu degani ikkita mahalla orasida. Kimga shunday ishlarimizdan kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib berilyapti. Aloqaga chiqamiz.